kat yo'lni to'xtatolmayapmiz. Mana yonishdan to'xtamayapti. O'chiring Ozodbek. Ha, bo'ling. Mana kat yo'lni to'xtatolmay qoldik. Mana eshikni yopib qo'ydi mana. Srazu alanga eshikni yirtib ketdi deyapti. Assalomu alaykum, Milliy kat yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlar. Har doimgidek verxniy garena 15 kilovatli utuplonniy oddiy navestaga qo'ysa bo'ladigan kat yo'limiz. Kat yo'limiz narxi 8.500 ming so'm. Ko'rib turganlaringdek bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5 ta xonaga mini qilingan. Andijon viloyati Paxtabod tumaniga ustonovka qilgan yetib keldik. Faqat mana shu penablokdan bo'lgan obyektimiz o'zlariga qishga moslashtirilgan ekan. Mana shu yerda isitish tizimini qilib bitirib ko'rsatib beramiz. Videoni kuzatib tursalar ham video davomida mana shu xonadonda jamiki bo'layotgan ishlarni qisqacha lavha qilib, harakat qilib imkon qadar sizlarda ham xonadonlarda shunaqa proyekt bo'lsa, bitta hisoblarni chiqarib olib, holat chiqarib olasiz. Har doimgidek magazin xarajatlari, turba izolyatsiya hamda radiator hammasini o'zimiz tomonidan olib kelib xonadonga ustonovka qilib berishga tushdik. Mana xonadonimiz go'li holatda turibdi. Umuman remont bo'lmagan. Turbalarni devorni ichiga olib qilib berasizlar deyishdi. Xonadon egalari yangi qurib bitkizilgan ekan xonadon. Mana shu xonalarga radiatorlarni ustonovka qilib, turbalarni devorni ichiga olib, juda ham akkuratli, chiroyli, sifatli hamda garantiyali ishlarni qilib bitirib beramiz. Hamda ko'rib turganlaringdek ustakalarimizni ponni mana shu xonadonga nima ketadigan bo'lsa, hammasini uduneti bilan zapas qilib olib kelib, umuman qiynalmaydigan sharoitda qilib olingan. Hammasini mana shu avtomashinamizda olib kelib ustonovka qilyapmiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Kuzatib tursangiz, hamma bo'layotgan jarayonda sizlarga video lavha qilib o'tamiz. Videoga albatta like bosishni unutmaymiz. Obyektimizni radiatorlarni o'rnatib, turbalarni tashlash boshlandi. Ustakalarimiz ishni bir qator ko'rsatib chiqamiz. Ozodbek Hormenin uka. Charchamayapsizmi? Ko'rib turganlaringdek radiatorimiz amoq, futbolkalarimiz amoq, turbalarimiz amoq. Bir-biriga mos ravishda ishlayapmiz. Bu turbani nima uchun penablokni kesib ichiga olib beryapmiz, Ozodbek? Sifatli bo'lish uchun. Xonadon egalarining taklifiga binoan xonadon remont bo'ladi. Devordan turba bo'rtib chiqmasin, bu holatda turmasin deyishdi. O'shanga shtraba qilib o'yib tiqib beryapmiz. Sizlarda ham xonadonlar shunaqa bo'lsa, shtraba qilish kerak bo'lsa, aytsalar ham juda ham chiroyli qilish shtraba ham qilib beramiz, tashqi ham montaj qilib beramiz. Ichi ham, tashi ham. Ichki montajga ham, tashqi montajga ham garantiya bor. Duolasa suv to'ldirib, garantiya berib, yoqib radiator isiganda, keyin xonadonga issiqli tafti urganda bizga pul to'laysiz, to'lov qilasiz. Mana ustakalarimiz ishni boshlab, radiatorlar o'rnatib, taylariga har bittasiga noshkalar qatirib, o'sha padachilar tashlashni boshlandi. Keyin xonalarga ko'rib chiqamiz. Isitish tizimiga hamma materialni o'zimiz bilan olib kelganmiz, usta. Bo'ldi, klientlar ham bilyapti, hamma bilyapti. Bacholar hamma yo'g'i. Xolasi 100% garantiyali qilib bitiradi. Mehrli. Mehrli qo'llar, mehrli futbolkalar bilan billa. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Keyin xonamizga radiatorni o'rnatib, noshkani qatirib, padachi turbani tashlab qo'ydik. Endi bu yoqqa sekin-sekin ustakalarimiz juda ham chiroyli qilib o'rnatib. Diyorbek Hormen. Charchamayapsizmi? Hamma bilasiz charchamashingizni. Juda ham chiroyli, sifatli, original ishni mana shu bola qilib qarab qo'ying. Like bosib qo'yinglar mana shu bolaga. Keyingi xonamizga mana ustakamiz juda ham chiroyli, eng katta uzun 2 metrli 50 santimetrga 2 metrli panel radiatorimizni ustonovka qilib beryapmiz. Devorni ichiga olishimizdan maqsad, haligini ham aytib o'tdik. Sifatli, misol devorni ichida ichki montaj ko'rinmasligi uchun. Bu xonadonimizga mana har bittasiga gazoblok, penablokdan qilingan xonadon. Biz qo'yib berib ketganimizdan keyin xonadonda bolalar, bola-chaqa, aqa-baqa suyanilganda radiator tashlab yubormasligi uchun qo'yib berib ketyapmiz. Xavfsizlik jihatdan. O'zi qo'ymasdan ketsak ham bo'ladi, xonadonga arzon tushadi. Biz aytib o'tish vazifamiz. Nimagaki, ertadan keyin sen nimaga aytmagansan, boshqa bo'lgansan, boshqa nimalar bo'lishi mumkin. Bizning ishimizning sifati yo'qoladi. O'shaning uchun har bitta radiatorga juda ham chiroyli qilib, Jasurbek to'g'rimi? Noshkalar qo'yib, to'ppa-to'g'ri gapirasiz, siz doim har doim to'g'ri gapirasiz. O'shaning uchun sifatli, original ishlarda nomerali ustalar Milliy kat yo'llar kanalida kutib olasizlar. Keyingi xonamizga radiatorni ustonovka qilib, mana turbalar qo'yib. Bu radiatorlarni klyonkasini yechmadik. Ertadan keyin xonadonda отделка ishlari bo'ladi. Shuning uchun radiatorlar urinib ketmasligi uchun radiatordan klyonkani ajratmadik. Yangi remont qurib bitkizilayotgan xonadonligi uchun. Remont bitgandan keyin sekin pichoqni bir tomondan kraskasiga tegizmasdan xonadon egalari o'zi shilib olib tashlasa, yangi uyga yangi isitish tizimniki shuni birga bir bo'lib tushib turaveradi. Xo'p, mana xonadonning baniyasi. Baniyaga ham 50 santimetrga 1 metrli panel radiatorimizni moslab qo'yib ketdik. Devorni o'yib, shtraba qilib, buni ham
ichki montaj qilib uстановка qilib beramiz. Videoni kuzatib tursalar, xonadonda oxirigacha bo'layotgan jarayonlarni videoda qisqacha bo'lsa ham lavha qilib qo'yib o'tamiz. Hamda xonadonga bir dona radiatorimizni necha puldan o'rnatdik, xonadonga santexnik ishlari necha pul bo'ldi, katta yo'limiz, hamma xizmatlarimiz, hammasini birma-bir aytib o'tamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Videoga albatta like tugmachasini bosib qo'yamiz. Biz mana kecha olishiga qaramasdan 100% sistemani to'liq bitkizib, katyolga suvni to'ldirib ishga qo'ydik. Mana suv hozir halotning suvning harorati 30 gradusda turibdi. Hozir sizlarga sistemani tekshirib, bog'lasa gradusga olib chiqqan holatlarda bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana bog'i ham 30 gradusda turibdi. Katyolimiz 15 kilovatli tepadan yonuvchi verxniga yaranadigan katyol, ko'mirli katyolimiz. O'tin ko'mir tanlanadi. Ko'mirda mayda yirik aralash yoqiladi. Sistemani samatox sistema qilib berdik. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Xo'p, bu katyolimiz 40 kilo, 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Mana shu eshigidan ko'mir solasiz. 45 kilo ko'mir solib, tepadan yoqib qo'yasiz. Shamga o'xshab pastga qarab yonib tushadi. Bu eshigiga ko'mir solish uchun. Bu eshigiga esa kul pulshlak cho'qpog'ini tozalash uchun ichida yana bitta eshichasi bor. Bu eshikni ochsangiz, ichida vadimda kalansi bor. Tepasida cho'qpoq shlak musorlarni tushirib turib, tagidan kul pullarni olib tozalab tashlaverasiz. Keyin eshikni qaytarib yoqib qo'yaverasiz. Katyolimizda yonayotgan alanga 2 metr ilonizi bo'lib, teplamenga uriladi. Teplamendan chiqayotgandan keyin dimoxotimizga urilib chiqib ketadi. Bu katyolimizni qurimlarini tozalash uchun vaqt bemahal mana shu eshikdan foydalanamiz. Eshikni ochamiz, 2 metr ilonizi bo'lib tozalangandan keyin dimoxot yo'llab. Bundan tushgan qurimlarni qayerdan olaman desiz, xuddi shu eshik orqali ochib olib tashlasangiz bo'ladi. Katyolimizni tozalashga juda ham qulay ravishda qilib ishga qo'yib berganmiz. Katyolimizni pogrushniy termostat bor. Shu gradusni bir me'yorga qo'yib qo'ysangiz, bitta tanlagan gradus, mana 60 tanlasiz, 60 ta o'chib yonadi. Undan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi, bir me'yorda ishlaveradi. 85 wattli original ventilyator. Katyolimizga 4 dona sendvichli dimoxotimizdan uстановка qilib berganmiz. Katyolda sizlar bilan bir qator yonish jarayonini ko'ramiz. Oching Jasurbek, katyolning yonishini bitta ko'raylik-chi. Katyolimizga o'tin zapravka qilganmiz. Katyolimiz juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Sistemani qizdirib beryapti. Mana shu yonayotgan alanga katyolimizni o'z kuchini ko'rsatib, mana shu teplamenni orqali dimoxotga urilib chiqib ketyapti. Xo'p. Bilan bir qator xonalar ichidagi radiatorlarni ko'rib chiqamiz. Juda ham chiroyli. Ko'rib turganlaringdek, issiqligi hamma radiatorlarda bir xil. Hech qayerdan suv qo'yib, boshqa narsalar bo'lmadi. Juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Sistemani mana keyingi xonalarni ko'rib chiqamiz. Keyingi xonalarimiz mana shu holatda ham hech qayerga suv qo'yib, boshqa narsa bo'lmadi. Juda ham chiroyli, sifatli bo'lib ishlab beryapti. Xonadon egalariga klonkalarni shilmasdan montaj qilib berdik. Buni sababi xonalar addelka bo'ladi. Addelka bo'lgan taqdirda radiatorga shikast etmaslik, shilinib qirilmasligi uchun mana shu holatda qo'yib berib ketdik. Xo'p, mana keyingi xonalarimiz. Ko'rishlar mumkin. Mana bu xonamizga ham 2 metrli radiatorimizni uстановка qilganmiz. Hamma radiatorimiz noshka orqali turbalarda ustalar shuni addelka qilib yopib yuboradi. Aboy tayda qolib ketadi. Xonadonda oshiqcha turba ko'rinmaydi. Bu yerlarda zasipga qilib xonadon egalari o'zlari to'ldirib yurar ekan. Ko'rib turganlaringdek hammasini izolyatsiyaga tiqib juda ham chiroyli, sifatli, original, toza, kачественный 100% garantiyali ishlarni qilib bitirib beryapmiz. Xo'p, keyingi xonamiz xuddi shunday panelli radiatordan bu yerga ham uстановка qilganmiz. Noshka bilan xonadonni aytib o'tganimizdek bitta nol yotib istashga qilib yuboradi. Turbalarni devorning ichiga o'yib tiqib, juda ham akkuratli ishlarni qilib bitirib berdik. Mana oxirgi xonamiz ko'rishlar mumkin. Juda ham sifatli. Oxirgi xonamizdan qaytib ketyapti. Mana qaytishi bo'ladi. Hamma radiatorlarimizni klonkasini yechmadik. Hammasida radiatorli issiqligi teng bir me'yorda ishlab beryapti. Aytib o'tganimizdek, xonadonga hamma ketgan material oshiqchalarni vazvat qilib hisoblab qaytib olib ketyapti. Xonadoningizga qo'yilgan narsaga pul to'laysiz. Oshiqcha narsaga pul to'lamaysiz. Turba izolyatsiya nimaiki narsa ortgan bo'lsa, hammasini o'zimiz tomonidan yuklab olib ketib, o'zimiz avtomashinamizda xonadoningizga qo'yilganiga haq to'laysiz. Bu xonadonimiz Hoji tog'amizni mana ukalarini, kenja ukazi uyimi? Kenja ukalarning uyi. Akamiz bizni musofirdan turib kuzatar ekan, niyat qilib yurgan ekan. Xudo xolasa mana niyatiga yetdi. Hoji tog'a ustalarga nima deysiz? Baho nima berasiz mana? Zo'r. Realni zo'r. Nechida kelib, nechida ish tugatildi mana? O'zingiz aytingchi. 10-11larda keldinglarmi? Mana hozir ertalab. 10:00 ish boshlaganmiz. 10:00 ish boshlaganmiz. Kechki payt mana 9:30-10 bo'ldi. Xudo xolasa sistemani yurdi hozir xonalar issiq bo'ldi. ishlar yoqdimi, tog'a? Juda zo'r.
Bir kun usta boqdi, mana shu tog'amiz, misol 5 ta radiator qo'yildi, bitta katyol ustanovkasi bilan ponni hammasini xonadon egalariga 100% garantiyali qilib topshiryapmiz. Xo'sh, tog'a, mana shu videoni saqlanib qilib qo'yasizlar. Mana shu sistemamiz, katyolimiz bilan 2 yil garantiya beramiz. Xonadoningiz isishiga 2 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa. Ishinglarga omad. Ustalarimiz ishlari yoqdimi, mehnati yoqdimi? Sifatlari qalay ekan? Sifatli, hamma yo'g'imiz juda cho'k qilishdi. Rahmat. Xo'sh, tog'a, xudo xolasa, mana shu kuzatayotganlar bizni musofirdan ko'pchilik kuzatadi. Asosiy klientlarimiz musofirdan turib kuzatib, zakaz qiladi xonadonlarda. Misol ishlarni juda ham chiroyli qilib, ko'ngildagi chiqarkanmi? Ko'pchilik aytadi, o'zimiz bo'lmasa qanaqa bo'ladi? O'zi bo'lmasa ham Mana bo'lmasanglar ham mana dadalaringlar, akalaringlar kelsa qilib berishadi. Kimga qanaqa savoli, fikri bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Bizi yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirlik katyollar va sifatli santexnik ishlarni qilib beramiz. Isitish tizimida qanaqa muammo bo'lsa, xudo xolasa hammasini yechimi bor, yechimini hal qilamiz. Aloqaga chiqsalar, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalar, juda ham chiroyli, sifatli, garantiyali, tez qilib ishlarni bitirib beramiz. Bizi santexnik brigadamiz faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga katyol dastlabkamiz bor. Xonadonga jami isitish tizimiga ketgan sarf xarajatlarni hisoblab chiqdik. Xonadonimiz общий isitish tizimi 25 million 51 ming so'mga tushdi. Xonadonni kelib bundan oldin proyekt qilib o'lchaganmiz, hisob-kitob qilganmiz. Usta 26 million qancha bo'lgan? 26 million 200. 26 million 200 bo'lgan. 1 million pashti 1 million 500 mingda. 1 million pashti 1 million 150 ming so'mlik tovar ortgan. Mana ortgan tovarlarni hammasini hisobladik. 1 million 151 ming so'mlik tovarni ayirib yubordik. Bergan avansini ayirib yubordik. Tog'amizni 25 million 51 ming so'mga isitish tizimi 100% yakillandi. Sizlarda ham xonadonlarda shunaqa isitish tizimi zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar, tezda ishlarni 100% garantiyaga ega qilib, tez va sifatli garantiyali qilib bitirib beramiz. Bizni yo'nalish, qaytadan aytib o'taman, gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirlik katyollar va sifatli santexnik ishlarni ustalarimiz 100% garantiyaga ega qilib bitirib beradi. Videoga like bosib, albatta shu videoni shunaqa ko'mirlik katyol yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qanaqa savol, fikr bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Bu istanovkan qilgan joyimiz Andijon viloyati Paxtabod tumani Paxtakor mahalla fuqarolari yig'inida isitish tizimini bugun yakunladik.